hamkasblari bilan duet tarona kuylash aslida yangilik emas, chunki bunday hamkorlik har bir xonandaning ijodida topiladi. Ammo bitta qo'shiq sabab nizoga uchragan va munosabatlari yomonlashgan holatlar ham bo'lgan. Assalomu alaykum. Show Business kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi yangiliklar bilan bo'lishamiz. Videorolikimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Yulduz Usmonova, Rayhon va Shahzoda birgina qo'shiq sabab buzilgan munosabatlar. Xonanda Rayhon DJ Piligrim bilan birga Muhabbat nomli duetni ijro etgandi, ammo qo'shiq ommalashmay xonanda Rayhon duetdoshidan ranjigani haqida aytib o'tdi. Qizig'i, undan keyin duetdoshlar masalasi ichki ishlar organlarida ham o'rganilgan. Bunga sabab Rayhonning roziligini olmay duetdoshi qo'shiqni ommaga chiqarib yuborgan. Rayhon esa intervyusida bundan ranjigani haqida aytgan. Turgan gapki, bu DJ Piligrimga yoqmagan. Rostini aytsam, bu inson ko'z o'ngimda ham inson ham xonanda sifatida shunchalik hurmatini yo'qotdiki, men u haqida umuman gapirishni istamasdim. U tomonidan shu qadar past ishlar bo'ldiki, bu haqiqiy erkaklarning ishi emas. Nafaqat haqiqiy erkaklarga, balki insonlarga yarashmaydigan harakatlar. Men uning qaysi dinga e'tiqod qilishini bilmayman, lekin biz alhamdulillah musulmonmiz. Bu holatda uni Allohga topshirdim. Insof bersin unga, deydi Rayhon. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova xasta qo'shig'i sabab javobgarlikka tortilgani va mualliflik huquqini buzilishi ortidan shoirga tovon puli to'lagandi. Bu voqeaga xonandaning turmush o'rtog'i va prodyuseri Mansur Agaliyev quyidagicha fikr bildirdi. Shoir Yo'lchi Ro'ziyev bilan kelishib olindi, ammo sudda ishlaydiganlarni unchalik tushunmadim. Jinoyat ishlari bilan shug'ullanadigan sudning mediaga nima aloqasi bor? Bu soha vakillari qo'shiqni ijodkordek tushunishmaydi-ku. Shoir bilan kelishdik. Bu qo'shiq biz uchun o'ldi dedim. Shu bilan birga u yigit ham ijodini o'ldirgandek bo'ldi. Chunki ommaga chiqib she'r uchun pul bermadi deyish haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bitta konsertda ishtirok etadigan orkestr uchun 300-400 million pul berayotgan odam she'r uchun 200-300 AQSh dollarini bera olmaymanmi? Menimcha dushman bilan urushgandan foyda yo'q. Uni yaxshilik qilib uyaltirish kerak. Ammo Yulduz opangiz bo'lgan ishlardan qattiq xafa bo'ldi. Chunki sud ishi boshlanganidan keyin 4 oygacha unga bildirmaslikka harakat qildik. Ammo bir kuni yo'lda ketayotgan uchastkovoy to'xtatdi. Nima muammo, menga ayting desam, opani o'zlari bilan gaplashishim kerak dedi. Dabdurustdan opa, sizni ustingizdan ariza tushgan deganda Yulduz yig'lab yubordi. Shunga ham yig'laysizmi deb uni yupatdim, ammo u xafa bo'ldi. Aslida bu qo'shiqning yaratilish tarixi bor. Konsert arafasida Xalqlar do'stligi san'at saroyidagi kassani bahoriy qilib bezatishga qaror qildim. Saroy kassasi qanchalik sovuq va zax ekanini ko'pchilik biladi. Qishda esa yanada sovuq bo'ladi. Dizayn tayyor bo'lganicha o'sha yerda turib tobim qochib qoldi. Qiynalganimni ko'rgach yig'lab o'sha she'rni qayerdandir topib qo'shiq qilgan. Ammo she'rda kasal bo'lma Mo'hinur deb yozilgandi. Qo'shiq chiroyli chiqishi va musiqaga mos bo'lishi uchun xasta so'zi bilan bog'liq naqoratni yozgan. Shoir yomon bola emasdi. Nima jin urdi bilmayman. Birdan o'zgarib qoldi. Balki haqiqatan ham pulga muhtoj bo'lib qolgandir, bilmayman. Olgan pulini yaxshi kunlariga ishlatsin, deydi Yulduz Usmonovaning turmush o'rtog'i Mansur Agaliyev. Xonanda qo'shiqqa yangi she'r yozdirib, uni qaytadan ijro etdi, ammo natija avvalgisidek bo'lgani yo'q. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.